Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi DVW challenge'imizga xush kelibsizlar. Bugun Reflected Cross-Site Scripting bilan tanishamiz. Xo'p, Reflected Cross-Site Scriptingni aniqlashni va undan to'g'ri foydalanib, social engineering texnikalarini qo'llagan holatda userni akkauntini olishga harakat qilamiz. Hop, birinchi navbatda security low holatda DVW'da bilasizlar. Hech qanday tekshiruv choralari ko'rilmagan bo'ladi va hamma yo'q ochiq bo'ladi. Demak, dastlabki holat bizda low holati. Xo'p, low holatida demak bizda quyidagicha forma bor. Bitta biz ma'lumot kiritib, uni tasdiqlash uchun tugma bor. Demak, what's your name deyapti, ya'ni isminglarni so'rayapti. Xohlasanglar isminglarni kiritinglar, xohlasanglar nickname'lardan, ya'ni admin, user, login va hokazolardan foydalaninglar. Misol uchun men hozir kelib turib admin deb kiritadigan bo'lsam, hello admin degan yozuv chiqib kelyapti va bu joyda name parametri qo'shilib, admin nomli o'zgaruvchi kiritilib qo'yilyapti. Admin o'rniga misol uchun men user deb kiritadigan bo'lsam, hello user va bu joyda name da demak userga o'zgarib qolyapti. Xo'p, endi albatta ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, aynan mana shu linklarni bosib turib, pastdagi o'sha more informationdagi turgan linklarni bosib, bemalol qanday ishlashni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Undan tashqari BIF bilan ishlash uchun ham imkoniyat bor bunda. Xo'p, bu joyda demak cross-site scriptingni aniqlashimiz kerak. Kalini o'zida cross-site scriptingni aniqlovchi maxsus o'sha cheat sheetlari yokida payloadlar desak ham bo'ladi. Shunaqalari bor. Demak, ko'rib turganinglardek, script alert, document.cookie, wxss va hokazolarni ko'rishinglar mumkin. Bittasini copy qilasizlar. Copy qilib bu joyga kelib tashlaysizlar va bu joyda agar tashqi tarafdan JavaScript kodi kiritilsa yoki ma'lum bir JavaScript funksiyalari kiritilsa, veb-saytda shu narsa tashqi tarafdan kiritilgan formati ishga tushadigan bo'lsa, demak bu joyda cross-site scripting bor deb ayta olasizlar. Submitni bosamiz. Demak, bizni holatda ko'rib turganinglardek, veb-saytimizda cross-site scripting aniqlandi. Bunga demak ayta olamiz, tashqi tarafdan kiritilgan JavaScript kodimiz ishga tushdi. Bu joyda demak cross-site scripting zaiflik bor deyishimiz mumkin. Xo'p, OKni bosamiz. Keyingisi demak bu bizda document.cookie bo'lishi mumkin, ya'ni cookie ma'lumotlarni olish uchun albatta. Xo'p, bu joyga kelib tashlaymiz. Submitni bosamiz. Demak bizda cookie ma'lumotlari chiqib kelyapti. Xo'p, reflected cross-site scripting zaiflikda bizni kiritadigan kodlarimiz demak aynan mana shu joyda turadi. Bu web serverga o'tmaydi. Buni copy qilib, misol uchun copy qilaman. Kelib turib boshqa bitta brauzerda ochib, buni ichiga tashlaydigan bo'lsam va user aynan mana shu link bo'yicha o'tadigan bo'lsa, demak login passwordini tasdiqlashim kerak. Bu joyda ko'rib turganinglardek mana shunaqangi bildirishnoma chiqadi. Ya'ni cookie ma'lumoti bo'yicha. Xo'p. Men nima qildim? Demak, linkni oldim. Shunchaki ma'lum bir qog'ozga o'rab, nimadir social engineering texnikalarini qo'llagan holatda bitta userga jo'natdim. User keldi, brauzerga tashladi. Ya'ni tashlagandan keyin o'sha veb-sayt ichiga kirdi. Kirgandan keyin aynan mana shu cookie ma'lumoti unga chiqib keldi. Endi buni bizga uzatib beradigan qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Bitta Python serverini sozlaymiz hozir. Demak, Firefoxni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, bitta Python serverini sozlaymiz. Xo'p, Python -m http.server. Xo'p, bu yerda 4455 deb yozishimiz mumkin. Ixtiyoriy portni tanlab olsanglar bo'ladi. Demak, avvaldan tayyorlab olingan ushbu kodimiz bir qatorlik. Copy qilamiz.
Hop, Python serverini ishga tushiramiz. Bu joyga kelib tashlaymiz. Hop, bu kod demak, cookie ma'lumotiga so'rov jo'natadi. Undan tashqari, turgan joyini boshqa bitta hosting qilingan saytga yo'naltirib beradi. Misol uchun aytaylik, bitta phishing sayt bo'lsa, o'shanga yo'naltirib beradi. Hop, submitni bosamiz. Demak, ko'rib turganinglardek boshqa bitta bo'limga redirect qilib yuborildi. Bu joyda keladigan bo'lsak, bizda cookie ma'lumotlari bor. Ya'ni user keldida linkni bosdi. Bosgandan keyin aytaylik, brauzer boshqa oynaga o'tdi va cookie ma'lumotini bizga yo'naltirib berdi. Demak, aynan mana shu qism cookie ma'lumotiga tegishli. Va albatta, aynan bu kabi ochilmaydi. Misol uchun, mana bu kabi ochilishi mumkin. Ya'ni bu o'zimizni tayyorlagan bitta HTML kodimiz Google account olish uchun mo'ljallangan. Ya'ni Google'ning hozirgi paytdagi login formasi bunaqa emas albatta. Lekin social engineering qilib turib, ya'ni o'sha fikrini o'zgartirish orqali insonni xuddi shu saytga kiritib ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Demak, security low holat uchun bitta ko'rib qo'yamiz shuni. Userning cookie ma'lumotini oldik. Birinchi topshirig'imiz demak bajarildi. Endi ikkinchisi bu. Hop, netcat listener sozlaymiz va bu joyga kelib turib, aynan o'sha userdan ma'lumot talab qilamiz. Misol uchun, Google accountingizni xavfsizlik tizimida bir narsa yaxshilanish bo'ldi. Accountingizni login va parolni tasdiqlash orqali yangilab oling yokida shunga o'xshagan so'rovlarni yuborib turib, Google mana shu Google formaga o'tkazdirib, userdan ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Misol uchun, bo'lishi mumkin user@gmail.com nomli bitta user bo'lishi mumkin va uni paroli aytaylik password 123 bo'lishi mumkin va kirish qilamiz. Kirish qilganimizdan keyin bu shundoqligicha qoladi. Lekin mana bu joyda netcatni o'ziga qaytadigan bo'lsak, biz userning ma'lumotlarini olganimizni ko'rishinglar mumkin. Aynan mana shu qism userning kiritgan ma'lumotlariga tegishli. Ya'ni username bu bizdagi mana bu foydalanuvchi nomi yokida email. Aynan mana shu birinchi formaga tegishli. Ikkinchisi parol esa mana bu joyda password turibdi. Aynan mana shunga tegishli. Endi mana bu foiz belgisi, undan tashqari 40 raqam bu qayerdan keldi? Bu o'sha kodlanishdan foydalanadi. Ya'ni ma'lum bir shifrlash toifasi bor, shu URL decoding yoki encoding degan narsa bor. Barb suite ichiga kirib turib, xuddi mana shu joyni decoderga tashlaydigan bo'lsanglar va decode as qismini URL qilib tanlaydigan bo'lsanglar, xuddi shu narsani mana bu sabachka belgisiga, ya'ni kuchukcha belgisiga almashtirib beradi. Bu o'shani shifrlanishdagi ko'rinishi. Xo'p, menimcha DVWA ni security low holat uchun ko'rib chiqdik. Reflective cross-site scriptingni. Endi buni medium holatga ko'taramiz. Bu albatta Python serverini to'xtatganinglardan keyin ishlamay qoladi. Undan oldinroq ham ishlamay qoldi. Mayli, zarar yo'q. Xo'p, ma'lumotlar bazasini qaytadan bitta yangilab olaman. Xo'p, reflective cross-site scriptingga o'tamiz. Undan avval esa security'sini lowdan mediumga ko'tarib olamiz. Xo'p, medium holatda demak bizda nimalar bor? Medium holatida demak mana bu script tagi uchun ma'lum bir cheklovlar qo'yilgan ekan. Ya'ni developer harakat qilibdi. Mana shu tashqi tarafdan kiritilgan script tagini o'chirib tashlaydigan funksiyalar qo'shishga. Xo'p, buni ham bitta ko'rib chiqamiz bo'lmasam. Misol uchun submitni bosadigan bo'lsak, bizda demak script tagi yo'q bo'lib, script tagining ichidagi funksiya hello dan keyinga chiqib kelyapti. Xo'p, buni view page source qilamiz. Biroz kichaytiramiz.
Endi bu joyda hop, mana ko'rib turganlaridek pre tag bor. Pre tagning ichida hello alert w xss va scriptni yopuvchi tagini ko'rishinglar mumkin. Demak, ochuvchi script tagi o'chirib tashlanyapti. Bu joyda esa yopuvchi tomoni turib qolyapti. Ya'ni yopuvchi tomoni ko'rib turganlaridek saqlangan kodda. Lekin ochuvchi tomoni yo'q. Shuni o'chirib tashlaydigan funksiya qo'shib qo'yibdi. Bundan endi qanday qilib o'tish mumkin? Ya'ni har safar buni kiritganimizda baribir qizig'i yo'q, o'chirib tashlayveradi. Qaysi turdagisi bo'lishidan qat'iy nazar. Misol o'sha document cookie bo'ladigan bo'lsa ham ko'rib turganlaridek cookie ma'lumotini chiqarmayapti. Aksincha, uni o'rniga alert document cookie ni o'zini chiqarib beryapti. Xo'p, endi bu joyda demak chetlab o'tishni bir nechta usullari bor yokida bilintirmay o'tish desak ham bo'ladi. Bu yerda ikkita script tagini qo'llab ko'ramiz birinchi. Ya'ni ochuvchi script tagini ikkitasini qo'llab ko'ramiz. Script va undan keyin esa mana bu joyga kelib turib alertdan keyin bu joyda xss bu joyga kelib yopuvchi script tagini qo'llaymiz. Chunki yopuvchi script tagini bitta qo'llasak yetadi. Ikkinchisi misol uchun qo'yadigan bo'lsak, u ortiqcha bo'lib qolishi mumkin. Lekin o'zi bu joyda bittasi ortiqcha. Biz sinab ko'rmoqchimizki, bittasi qolib, ikkinchisi o'chib ketishini ko'rmoqchimiz. Agar shu narsa bo'ladigan bo'lsa, shundan foydalanib turib ham cookie ma'lumotini olishimiz mumkin. Submitni bosamiz, lekin afsuski bizda o'sha script tagimiz ikkita ekan, ikkalasini ham o'chirib tashlayapti. Ko'rib turganlaridek oxirgi tomoni turibdi, lekin boshdagi ikkita script ochuvchi tagini o'chirib tashladi. Xo'p, bu holatda nima qilishimiz mumkin? Misol uchun, agar buni mana bunday kichik harfda yozilgan, ya'ni filtrni faqatgina mana shu kichik harfda script tagi kiritilsa, amal qilsin deb qo'ygan bo'lsa, xuddi shuni kattalashtirilgan harfda ko'rib chiqamiz. Misol uchun, scriptni to'liq yozamiz, faqatgina kattalashtirilgan formatda. Ikkalasini ham. Misol tariqasi script faqatgina kattalashtirilgan variantda. Buni demak sizlar Portswiggerdan, Owaspdan yoki umuman olganda boshqa bitta internetdagi ochiq manbalardan ko'rib olishinglar mumkin. Nima uchun katta tag qo'yilyapti va hokazo shunga o'xshagan narsalarni. Bu joyda alertdan keyin bu joyda demak xss deb yozamiz, submitni bosamiz va biza ko'rib turganlaridek script tagiga qo'yilgan filtr faqatgina kichik harfda yozilgan formati uchun ekan. Katta harfda yozganimizda bu holat mana yuzaga kelmadi, ko'rib turganlaridek. Demak, shundan foydalanib turib ham ishlasak bo'ladi. OKni bosamiz. Tashqi tarafdan kiritilgan kodimiz muvaffaqiyatli ishladi. Endi boyagi scriptni katta holatga almashtirib qo'yamiz. Va bu joyini ham albatta katta holatga almashtiramiz. Script window location yana o'sha eski kodimiz. Buni copy qilamiz. Nima qilishini bildinglar buni. Window location ya'ni amaldagi joriy oynani joylashuvini boshqaga o'tkazib beradi. Shu bilan birgalikda cookie ma'lumotini ham olib beradi bizga. Undan tashqari bizda agar phishing sayt bo'ladigan bo'lsa, o'shani kiritgan bo'lsak, imенно o'shanga o'tkazib turib, userning ma'lumotini ham olib beradi. Xo'p, biz demak, yana o'sha Python serverimizni sozlaymiz. Undan tashqari netcat listenerimizni ham sozlab qo'yamiz. Demak, ko'rdinglar, Python server boshqa bitta veb-saytga yo'naltirib beradigan bo'lsa, netcat listenerimiz bo'lsa, aynan mana shu saytga kiritilgan ma'lumotni ushlab oladi o'ziga va bizga ko'rsatib beradi. Demak, dastlab Python ish bajaradi, cookie ma'lumotini oldi va demak security medium, ya'ni mana bu joyda security medium. Xo'p, bunda cookie ma'lumoti, undan tashqari esa endi phishing saytga o'tgandan keyin mana bunday forma.
Buni misol uchun именно Google bo'lishi shart emas. Facebook bo'lishi mumkin, Instagram bo'lishi mumkin, Telegram bo'lishi mumkin yoki Twitter bo'lishi mumkin. Bunaqangi formalar juda ham ko'p. Amazonniki bo'lishi mumkin misol tariqasida. Shularni olishinglar mumkin. Va bu joyda demak medium holat uchun ham bu demak bizni kiritgan kodimiz ishladi. Biz cookie ma'lumotini oldik. Undan tashqari esa userni o'sha foydalanuvchi nomi va parolni ham olishga muvaffaq bo'ldik. Bu joyga endi misol uchun user 123 deb kiritib qo'yaylik. Bir-biridan farqli bo'lish uchun albatta. Kirishni bosamiz va bu joyda netgetni o'ziga qaytadigan bo'lsak, username user@gmail.com, password esa user123. Ko'rib turganinglardek, ikkala case'imizda ham demak biz userni cookie ma'lumotini oldik. Cookie ma'lumotidan tashqari mana bu joyda demak o'zimizni HTML login formamizdan foydalanib turib web browser ma'lumotlarini oldik. Web browser ma'lumotidan tashqari userga social engineeringni qo'llab turib, aynan mana shu formamiz bo'yicha userni Google akkauntini ham va uni parolni ham olishga muvaffaq bo'ldik. Demak, biz topshiriqni, ya'ni challenge-ni qaysidir ma'noda yaxshi bajardik desak ham bo'ladi. Bu albatta DVWA da reflective cross-site scriptingni low va medium holati edi. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, sizlar ham albatta o'zinglarni mana shu tiziminglarda bemalol qo'llab ko'rishinglar mumkin. Xohlovchilar albatta Dockerda bo'lishi mumkin, ya'ni Dockerga DVWA ni o'rnatib turib, o'sha bo'yicha ishlashi mumkin yoki yuqorida ko'rsatganimizdek Metasploitable ichida ham bor yoki OWASP ni ichida ham bor. Aynan mana shu applicationlardan foydalanib turib ham bemalol DVWA dan foydalanishinglar va uni challenge'larni muvaffaqiyatli bajarib yakunlashinglar mumkin. Hammalarga rahmat. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr.